Xo'p, darsga tayyormisiz? Hammamiz sog'miz, yangi darsga tayyormiz. Juda ham yaxshi. Hozir matematika darsi. Matematika darsi bizga nima o'rgatadi? Bolalar hamma ishda kerak hisob kitob. Hisobni bilmasangiz holingiz va harom. Juda ham yaxshi. Demak, albatta holimiz xarob bo'lmasligi uchun matematika fanini yaxshi, mukammal o'rganishimiz kerak bo'ladi. Bugun esa siz bilan hozir darsimizni boshlashdan oldin ajoyib quvnoq sharchalar deb nomlangan metoddan foydalanamiz. Diqqatimizni do'stiga qaratamiz. 3 ta qatorimiz uchun 3 ta sharchalarimiz bor va sharchalarimiz ichida sonlarimiz berilgan. Ana endi bunda nima qilamiz biz? 3 ta qatordan, demak, o'quvchilarni tanlab olamizda 3 ta guruhga bo'lamiz va 3 ta guruh tayyor bo'lib turganida men sharchani bir qismiga son yopishtiraman. Birinchi mayli qo'shishdan boshlaymiz. Qo'shishga oid son yopishtiraman. Shu songa mana shu sharchani ichidagi jamiki sonni qo'shish jarayonini amalini bajarib, 6 ta misolni birinchi ishlab olgan qatorimiz demak g'olib sanaladi. Natijalarga qaraymiz. Har bitta ishoradan foydalanayotganimizda natijalar zo'r, to'g'ri, xatosiz ishlagan birinchi qatorimizdagi o'quvchilarimiz g'olib sanaladi va baholanadi ham rag'bat kartochkani qo'lga kiritadi. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'lgansa, demak har bitta qatorda 6 ta o'quvchidan tanlab olamiz. Qani talabgorlar bormi ishlayman degan? Xo'p, o'quvchilarimiz har bitta qatordan 6 ta o'quvchilarimiz tayyor bo'ldi. Ana endi meni qo'limda o'sha quvnoq sharchaga yopishtiradigan sonim ham tayyor. Bitta hozir men yopishtiraman. Ana undan keyin siz esa bitta-bitta kelib ishlashni boshlaysiz. Birinchi ish o'quvchi ishlab bo'lgandan keyin ikkinchi o'quvchi kelib davom ettiradi. Tushunarlimi? Xo'p. Qaysi sonni qo'shishingiz kerak ekanligini men sharchani pastki qismiga yopishtirib chiqyapman. Demak, har bitta qatorga qo'shiladigan raqamlarni yozib chiqdim. Ana o'sha raqamni demak sharchani ichidagi sonlarga qo'shib chiqasiz. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsak, boshlaylik. Bittadan o'quvchi keladi, tezsiz bo'ling. Ishlab bo'lishi bilan ikkinchi o'qib ketdik. O'rta qatordan. O'rta qatordan tez-tez kelamiz. Ishlab bo'lgan o'quvchimiz o'tiraveradi. Yaxshi. Qolganlar tayyorlanib turamiz. Bugun qatordan o'quvchilar chiqishni boshlaydi. Yaxshi, o'rta qator, oxirgi qator tezlashamiz. O'quvchilar tez-tez chiqamiz. Hop, qani kim birinchi bo'lib ishlab bo'lar ekan ko'ramiz. Har bitta qatordan bitta o'quvchilarimiz qoldi. Hop, Nilufar birinchi bo'ldi. Yaxshi, o'tiramiz, tez bo'ling. Qani kim ikkinchi bo'ladi? Hop, Nasiba ikkinchi bo'ldi, o'tirtisiz. Dilzoda 3-chi bo'ldi. Endi natijani tekshiramiz. Hop, natijalarimizni tekshirganimizda misollarimiz to'g'ri ishlangan, lekin albatta vaqt hisobiga olganimizda 3-qator birinchi bo'lib, demak g'olib 3-qator bo'ldi. Qarsak chalib qo'yamiz 3-qatoriga, faolligiga. Yaxshi, davom etamiz. Xo'p, ikkinchi urinishdagi o'quvchilarimiz chiqishdi. Endi esa siz bilan ayirish ishorasi orqali sharchalar, quvnoq sharchalardagi sonlardan olib yechimini topasiz. Tushunarlimi? Demak, ayirish ishorasi bilan topadigan misolingizdagi berilgan sonni yopishtiryapman sizga. Demak, mana shu sharchani ichidagi sonlardan mana shu yopishtirgan sonlarimni ayirib, misolni kim qaysi qator birinchi bo'lib ishlab beradi. Ketdik, boshladik. Tez bittadan chiqamiz. Bir chekkadan ishlab ketaveramiz. Yaxshi. Tez birinchi qatordan o'quvchilar chiqadi, tez bo'ling. O'rta qator tezlashamiz. Ketdik birinchi qator. Dilzoda bo'laqa qizim. Ketdik keyingi qator. Ketdik keyingisi o'quvchi. Tezlashamiz. Keyingi o'quvchi birinchi qatordan bo'ling tez. Ketdik o'rta qator, bo'la qoling. Hop, o'quvchilarimiz ozgina qolishdi.
Qani ko'ramiz natijalarni. Keyingi o'quvchilarimiz chiqadi, bo'la qoling. Yaxshi. Birinchi qator birinchi bo'ldi. Yaxshi. Ikkinchi bo'lib o'rta qator bo'lyapti. Yakunlayapti misolni. Yaxshi. Va uchinchi bo'lib uchinchi qatorimiz qolishdi. Bo'ldi, Rahima xonam bo'ldi. Endi natijalarga qaraymiz, tekshiramiz, ko'ramiz. Tak, birinchi qatorimiz. Natijalarimizga qaraganda misollarimiz to'g'ri yechilgan, lekin tezlikka albatta e'tibor beramiz. Tezlik bilan lekin birinchi qatorimiz faol qatnashib, to'g'ri ishlashgan uchun birinchi qatorga qarshi olib qo'yamiz. Va davom etamiz. Uchinchisiga o'tamiz, uchinchi tur. Xo'p, ana endi uchinchi turga o'tib, uchinchi turimiz xuddi shu sharchadagi sonlarimizga esa sonni ko'paytiramiz. Ko'paytirish yo'nalishi bo'yicha musobaqamiz davom etadi. Xo'p, demak men sizga qaysi sharga qaysi sonni ko'paytirishingizni yopishtiryapman. Demak, sharga mana shu yopishtirayotgan sonni nima qilasiz? Ko'paytirasiz. Tayyormisiz? Boshladik, ketdik. Ketdik. Keyingi o'quvchimiz, yaxshi. Keyingi o'quvchilar tezlashamiz. Yaxshi. Keyingi o'quvchilar tayyorlanib turing. Ketdik. 3-qatordan chiqamiz. 1-qatordan chiqamiz, tezlashamiz. Yaxshi. Ketdik, yaxshi. Keyingi 1-qator. Yaxshi. Qatordan, yaxshi. 1-qatordan. Ketdik, o'rta qatordan chiqamiz. Chiq. Chiq. Ketdik, yaxshi. Hop, qani birinchi bo'lib 3-qator bo'lishdi, barakalla. Natijalarni tekshiramiz. Yaxshi. O'rta qator ikkinchi bo'lishdi va 3-bo'lib 1-qatorimiz qoldi va natijalarga qaraymiz yechib bo'lishgandan keyin o'quvchilarimiz. Yaxshi. Demak, oxirgi bo'lib 1-qator bo'ldi. Endi natijalarni tekshiramiz. Xo'p, natijalarga qaraymiz. 1-qatorda 2ta xatolikka yo'l qo'yishibdi. O'rta qator ham 2ta xatolikka yo'l qo'yishibdi. Qolgani to'g'ri va 3-qator bitta xatolikka yo'l qo'yilgan. Bitta xatolikka yo'l qo'yishdi, lekin g'olib ham 3-qator bo'ldi. Qarshi olib qo'yamiz.